Menga hozir SMS keldi. Endi kuyov bola Bobirjon. Siz uchun nogironlar uyidan yaxshi bir ajoyib xonani buyurib qo'ydik. Sharoitlari juda ham zo'r. Umringiz oxirigacha xudo xolasa o'sha yerda maza qilib yashaysin. Menga bunaqa qaramang, Bobur aka. Nogiron er bilan qanday yashayman axir? Qizim, sen nimalar deyapsan? Axir ering bu. Bolam, onaga nes o'rgilsin. Bizni kechiring jon bolam. Men qizimga yaxshi tarbiya bera olmabman. Bu ham otasiga o'xshab pulli oldida hamma narsaga tayyor bo'pti. Meni vijdonim qiynaladi siz oldingizda. Meni kechiring. Beg'ara. Bu shuncha boylik turganda hali ham vijdon haqida gapirasanmi? Kalla bormi o'zi? Menga bunaqa qaramang. Haqiqatni bilmoqchimisiz? Mana shu haqiqat. Men sizga boyligingiz uchun tekkanman. Bir daqiqa ham sizni yaxshi ko'rmaganman. Ota-onam uchun, boyligingiz uchun, yaxshi yashashni xohlaganim uchun tekkanman. Nima qilay? Yaxshi yashashni xohlayman. Uy, mashinalar meni nomimda. Dadam esa kompaniyani o'zlari nomiga o'tkazganlar. Sizga nogironlik uyida bundan ham yaxshi qarashadi. Mendan yaxshiroq qarashadi. Meni kechiring. Ha ha ha.